И shu bilan Floridaga uchib ketadilar. Patsientkamiz Floridada yashaydilar. O'tdan yashab kelish mayli, yana kelib nechta morelarga borib, tog'ga, bog'ga borib, dog'larni juda ham kuchaytirganlar. Hozir ham qizarish, giperemiya bor, u ham hozir ishlamasak, katta bitta dog'ga aylanadi. Hozir birinchi обезвоженная кожа и polinukleotidlar bilan ham ishlayman. Mezaxantin eng ustki qavatiga qilaman. Xudo xolasa cho'tka ishlaydi. 5 ta точкада polinukleotid bilan ishlayman. Ustki qavatida mezaxantin juda ham yaxshi preparat. Reklamaga не нуждается. Осветлениyaga, освежать qiladi, осветлять qiladi. Menda shunaqa dog'larim juda ham to'qarib ketmasligi uchun morega ketishdan oldin bitta protsedura qilaman, kelgandan keyin ham сразу protsedura qilaman. To'q bo'lib ketmaydi-da. Dog'dan полностью qutulish qiyin. No, ochartirib chiroyli qilib yurish mumkin. Protsedurani tugatdik. 2 haftada ikkinchi protsedurani qilamiz. Shu bilan Floridaga uchib ketadilar. Yana keyingi yil uchrashamiz. Домашний уход nima ishlatishlarini yozib beraman, aytaman, qiladilar. И будем на связи. И не дай бог qilmang shuni aytganim.